Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan soat mavzusini ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Ya'ni 30 minutdan keyingi vaqtni rus tilida aytishni o'rganamiz. Rus tilida takam qo'shimchasi bez predlogi orqali ifodalanadi. Biz nechidir takam nechi bo'lganini aytmoqchi bo'lsak, birinchi o'rinda bez predlogini qo'yib, nechi takam bo'lgan bo'lsa, ana shu songa ti qo'shimchasini qo'shib kelayotgan soatni aytishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 25 takam 4 deyish uchun birinchi bez predlogini ishlatamiz. 25 25 deyiladi. 20 ga ham ti qo'shimchasini qo'shamiz. 5 soniga ham ti qo'shimchasini qo'shib aytishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 25 takam 4 без 25 4 deb aytiladi. 20 takam 9 demoqchi bo'lsak, без 29 deb aytamiz. 15 takam 1 без 15 час deyiladi. 10 takam 10 без 10 deb aytiladi. 5 takam 7 esa без 5 7 deb aytiladi.